Xolajon, o men turgan joyga siz ishlaysizmi? O bering menga buni. Ye, endi nima qilasan? Tirnog'im bilan kavlab beraman. Hozir lapat olib kelaman. Ona qani bu bizga yordam beryapti o'zi? Bir gapi bor-da buni. Qo'shniz qizim yaxshi ko'rib qoldim. Dugonangni aytayaptimi? Ha. Mana qara, men sheriklarni bersam urib berasanmi? Ha, ketdim. Oldim ishkalotdi. Yo'q, yegani yo'q, ariqqa tashlaverdi Farangiz. Xolajon, mana qo'shniz Madina onasiga meni maqtab qo'ying, yaxshi bo'ladi. Hamma kirlarni yuvayapman. Yuvsang mayli borib maktab kelishim mumkin. Endi men yuvmasam kerak shu kirlarni. Uylanmay o'ylab, Bo'ydoqbek. Mana pulis. Pul kerak emas, men. Agar pul olmayman deganingizda mashinangizga o'tirmasdik. Xafa qiling uni. Yana 50 ming bek qo'shib gulov beraman. Zdachini ham bermadi, pas. Oxirgi pulim edi. Ey, unga shuncha rasvot qilganingcha borib nagri sevishingni ayt. Sen tushunmaysan, bu marketing, ko'proq maqtab reklama qilish kerak. O'meshingizda to'yga o't. Muncha zo'r uygacha tashlab qo'ymani. Ishim bitdi, jentramloydan o'tdi. Pashol berdan. To'ydan oldin xolingiz bilan jiyaningiz meni sizga maqtash uchun qancha umrimni pulimni yegandilar. Ya, o duvayni yopishtirgan ekan-ku bular. Ha, shuni o'zing yatsang nima bo'laydi? O'zingizchi. Xolam bilan qiz kelsa, vash qo'ymaga uyga, tushundingmi? Ketdik. Bu yerda bizga non qolmadi. Xola, uni qo'shningizni kenja qizim bizga ham to'g'rilab bering.